Assalomu alaykum. Bu videoda sizlar bilan viruslar to'g'risida ozroq gaplashamiz. Viruslar to'g'risida keling siz bilan oldin kompyuter virusi to'g'risida ozgina gaplashib olaylik. Demak, kompyuter virusi aslida bir yozilgan kod, ya'ni programma bo'ladi. Bu programma odatda kompyuterni ishlashi uchun xizmat qiladigan programmalar bo'lsa, viruslar esa kompyuterning ishlashiga xalaqit beruvchi programmalar hisoblanadi. Ya'ni aytaylik, bir narsani o'ngga qo'yish kerak bo'lsa, u virus esa o'sha narsani o'ngga qo'ymaydi-da, chap tomonga qo'yadi. Teskarisini amalga oshiradi. Viruslar qiladigan amallar nima oqibatlarga, ya'ni nima natijalar orqali ko'rinadi? Aytaylik, siz qanaqadir fleshkangizda muhim ma'lumotlarni saqlaysiz. Internet orqali sizning kompyuteringizga virus o'tgan. Qachonki fleshkani suqqan vaqtingizda shunaqa vaziyatlar ko'p uchrab turadi. Ma'lumotlaringizni hammasi o'chib ketib qoladi-da, o'rniga qanaqadir bir pustoy fayllar qolib ketadi, ya'ni izi qolib ketadi, musor bo'lib. Именно o'sha holatlarni biz virusning natijalari oqibati sifatida keltirishimiz mumkin. Xo'p, bundan tashqari yana qanaqa zarar yetkazishligi mumkin bizga? Aytaylik, siz bir bank xodimisiz yoki bo'lmasam muhim bir hujjatlarni o'zingizning kompyuteringizda saqlaysiz va u ma'lumotlarni virus orqali, ya'ni troyan viruslar deyishimiz mumkin. Bu viruslar sizning kompyuteringizga kirib olib, ma'lumotlaringizni tashqi muhitga, ya'ni kompyuteringizdan tashqariga, asosan internet tarmog'i orqali ketishiga yo'l ochib beradigan viruslar hisoblanadi. Endi keling bu joyda keyingi masalalarni ham ko'rib o'tadigan bo'lsak. Masalan, siz aytaylik qanaqadir bir o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringiz bor. Bu shaxsiy ma'lumotlaringizni siz hech kimga ko'rsatmaysiz odatda. Endi shunaqa zlowmishlenniki deyiladi, ya'ni g'araz niyatlilar. Bu g'araz niyatli insonlar esa sizni o'sha shaxsiy ma'lumotlaringizni olib, ularni boshqa bir kompaniyalarga yoki boshqa bir odamlarga sotish imkoniyatini, ya'ni sotishni yo'lga qo'yishi mumkin. Endi bu o'sha virus oqibatida kelib chiqishi mumkin bo'lgan har xil oqibatlar hisoblanadi. Endi keling siz bilan virusning kompyuterlarga tushishi to'g'risida gaplashamiz. O'zi aslida viruslar 80-90 yillar, ya'ni o'tgan asrning 80-90 yillariga to'g'ri keladi. Bu viruslar asosan tarmoq orqali tarqaladi. Biz o'ylaymiz fleshka orqali ham tarqalishligi ehtimoli bor, ya'ni aniqroq tarqaladi. Lekin asosiy birinchi virusning paydo bo'lishi, ya'ni uni tarmoqda hosil bo'lib odamlardan ko'payishi bu internet orqali bo'ladi. Ya'ni masalan kimdir virus yaratadigan bo'lsa, uni kimdir fleshkasiga lichna, ya'ni shaxsan topshirmaydi, ya'ni o'tkazib bermaydi virusni, balki internet tarmog'iga yuklaydi. Uni qaysidir bir foydali qo'shimcha programmaga biriktirgan holatda. Keyin u programma foydaliligini doimiy foydalanib yurgan odam shu programmani o'rnatadi o'zini kompyuteriga yoki telefoniga. Keyin esa u boyagi programma ishga tushgandan keyin virus o'zini ishini boshlaydi. Birinchi o'rinda o'zini nusxa qilish yoki boshqa tizimga moslashib olish jarayonidan o'tgandan keyin sekin o'sha virus yaratuvchi tomonidan berilgan, belgilab qo'yilgan amallarni bajarishni boshlaydi. Bu masalan kompyuter tizimini buzishligi mumkin yoki bo'lmasa ma'lumotlarni jo'natishni boshlashi mumkin yoki kompyuter qotishiga sabab bo'luvchi amallarni bajarishni boshlashligi mumkin. Shunday qilib, biz kompyuterlarni internet orqali ko'rishimiz mumkin ekan, ikkinchisi fleshkalar orqali tarqalishligi mumkin ekan va uchinchisi ma'lum bir pochta orqali qanaqadir bir xabarni ochganimizda rasm o'rnida virusli fayl joylashgan bo'ladi. O'shani ochgan holatda biz kompyuterimizga virus faylini yuklab, nafaqat yuklab, balki uni ochib ko'rish evaziga kompyuterimizni zararlashimiz mumkin ekan. Endi bu ma'lumotlar to'g'risida chuqurroq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, mana shu joyda mana Wikipedia kompyuter virusi degan sahifasini ochib o'qib chiqishingiz mumkin. Bundan tashqari yana bitta zo'r maqolani ko'rdim terabyte.uz saytida. Xo'p, mana shu manzil bo'yicha o'tadigan bo'lsangiz, batafsil virus to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan, ularning turlari va qanday maqsadlarda ishlatilishiga qarab. Endi viruslarni to'g'risida biz qisqacha ma'lumotga ega bo'ldik. Bundan tashqari bizda endi bu viruslarga qarshi kurashish uchun kerak bo'ladigan programmalarimiz mavjud. Ya'ni o'sha viruslarni virus ekanligini aniqlab topib, ularni antiviruslar deyishadi. Ularni o'ldiradigan deyishimiz mumkin yoki faoliyatiga chek qo'yadigan programmalar hisoblanadi. Bu antiviruslar mavzusida keyingi videomizda davom ettiramiz.